Hozir telefonnikini ham o'zbek qilaveradi, lekin menda gaz kamroq. Telefon platasini ham olamiz. Limonli kislotadan chiqqan narsani sizlarga ko'rsataman, azorini qo'yib boraman, xudo xolasa. Hozir men buni yana bir marta ko'zlayman. Mana o'zi oqara boshlayapti. Ko'ryapsizlarmi xalqim? Mana o'zlaringiz guvoh bo'ldinglar, blenderdan o'tkazdim. Yana buni kuydiryapman, ko'rdinglar o'zlaringiz. Qanaqa bo'lishini oltinni. Yaxshilab kuydirib olinadi, xudo xolasa. Hammasini sizlarga ko'rsataman. O'zlar bilib olasizlar, nima kerakli. Mana ko'ringlar, yerga qo'yaman, mana garilga. Ko'ryapsizlar, mana garilga. Mana gaz balon. Hozir mana gazim kamri, mana sizlarga ko'rsatyapman. Ko'rdinglarmi? Mana. O'zlar bilib olsanglar bo'ldi. Menga u qiziq-ku. Ularni anavilariz kerak. Yo'lariz kerak. Shu o'rgatyapman. Turkiya, Rossiya, Ozarbayjonga borib shu narsalarni qilganman. Ular o'zim tiliga gapirgan. Men o'zim tilimda O'zbekistonda gapiryapman. Xudo xolasa, oltinlarni olsanglar, men juda xursand bo'lay sizlardan. Alodi yana buni taydan ham berish kerak. Ko'rib, korotga qizish kerak. Aytganday, sizlardan yana bir narsani aytmoqchiman. Hozir mana shu haykalni ko'plar topolmayapti. Shuni probasi necha? Qandaydir? Agar shuni bilsa, men shuni uyga yetib beraman. Shuni xudo xolasa. Mana. Ko'ryapsizlarmi? Mana bu yerga ham bunday. Mana. Kim shuni probasini bilsa, anig'ini aytsa, mana shunday. Mana bu o'zi ko'chalangan ekan o'zi. Mana shu narsani kim bilsa yetib beraman o'ziga, sovg'a qilaman, xudo xolasa. Rostdan bu haqiqat gapni aytaman. Probasini menga aytsa bo'ldi. Hech kim topolmayapti lekin sekilli. Mana hozir mana buni ham bunisi mana hozir kuyapti, yana bir marta uradi. Mana o'zi oqara boshlayapti. Ko'rdinglar? Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana gazim pastligida kamayib qolgan. Xudo xolasa to'ldiramiz. Unga yetmaydi, mana shunga yetsa ham katta. Chunki men kamroq tayyorladim, gazim yetmagan sababli. Mana hozir yaxshilab kuyadi, taxlayapman. Mana ko'ryapsizlar, o'zlari guvoh bo'lyapsizlar. Keyin elakdan o'tkazaman, mana bu elakdan mashina o'tkazamiz. Ko'plar kommentarga aytadi, "Hoji bova deydi, mana shu narsani deydi, qanday tranzitda kuydirib olinadi" deydi. Mana ko'rsatyapman. Ko'ryapsizlarmi? Mana ko'rsatyapman. Tranzistor blenderdan o'tkazib, taxlab, ikkinchi marta alovni beraman.